Juda ham ko'p beriladigan savolim, aka telefonim juda ham qotib ishlaydi, nimadir qilsam bo'ladimi degan savolga men hozir javob beraman. Ikkala telefon, Redmi da ham, Samsung da ham o'rgataman. Buning uchun bir dona like, podpiska va kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa telefoni qotib ishlaydigan do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Bir kun kelib sizga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Demak, bosdik. Hozir biz ikkita telefonda, biri Redmi, biri Samsungda ishlatib ko'ramiz. Redmi dan boshlaymiz. Qaranglar. Redmi ni nastroykasiga kiramiz. Nastroykadan telefoniga o'tamiz. Bu yerda vse parametrga o'tib, bu yerda versiya menu bor. Xuddi shunisiga bosamiz. 3-4 marta bossak, mana dasturlovchisiz degan yozuv chiqdi. Endi bundan qaytamiz. Qaytib pastroqqa tushamiz. Разрешение настройка bor. Xuddi yerga kiramiz. Для разработчиков. Shunga tushamiz, pastroqqa tushamiz. Mana bu yerda animatsiya okna bor. Xuddi shularni bez animatsiya qilib chiqamiz. Telefon bez animatsiyasiz